Assalomu alaykum, hurmatli Muqimiy mahalla fuqarolar yig'ini aholisi. Mana bir 3-4 marta Muqimiy mahalla fuqarolar yig'inidan, raisidan, hokimiyatdan murojaatlar qilib, mahalla fuqarolar yig'ini jamg'armasini sarf xarajatlar bo'yicha ma'lumot so'radik. Haligi soliqdan tushgan to'lovlarda 10% qaytariladigan o'sha mahalla jamg'armasiga tushadigan mablag' haqida ma'lumot so'rab turdik. O'sha ma'lumot kecha kuni berishdi. 2024-yilda jami tushum 19.203.944 so'm tushgan ekan. Bundan 8.150.000 so'm xarajat qilingan ekan. 8.150.000 so'mga 4.350.000 so'mga planshet olingan ekan. 3.800.000 so'mga stend qilingan ekan. 11.053.000 ostatka bo'lib qolgan ekan 2024-yilda. 2025-yilda jami tushum 38.578.292 so'm tushgan ekan. 11 million ostatka bilan 49.500 o'sha 600.000 so'mcha pul bo'lgan ekan. 49 million. Bundan xarajat 44.787.000 so'm, 300 so'm xarajat bo'lgan ekan. Bunga mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi kam ta'minlangan oilalarga uy-joylarni ta'mirlash uchun 9.56.000 so'm sarflanibdi. Kamera sotib olish uchun 21 million. Dud bo'ron haligi nimalar tozalash uchun 1.100.000 sarf xarajat qilindi. Mahalla fuqarolar yig'ini raislarini o'qitish uchun 612.000 so'm. Mana blok, ya'ni kompyuterlardagi bo'lgan 4.995.000 so'm. Printer 3 million, konditsionerga 4.994.000 so'm ishlatilibdi. 49 million o'sha 600.000 so'mdan ostatga qoldiq 4.844.000 so'm qoldiq qoldi 2025-yilda. Endi 2026-yilda shu kungacha 5.246.000 so'm tushum bo'libdi. O'sha soliqdan 10% bizga jamg'armamizga qaytarilgan. Undan 3.940.000 so'm sarf xarajat qilinibdi. O'sha 5.246.000 tushgan bo'lsa, o'tgan yilgidan 4.844.000 ostatga qolgan bo'lsa, pashti 10 million pulimizdan 3.940.000 so'm sarf xarajat bo'libdi. Bunga 3.940.000 so'mda hashar nimalariga ishlariga sarf xarajat qilinibdi. Hozirgi kunda 6.151.000 so'm, 285 so'm 70 din qoldig'imiz bor ekan mahalla jamg'armasida. Mana shu menga berilgan ma'lumot Muqimiy mahalla fuqarolar yig'ini rais tomonidan mana tashab berildi. Bu ma'lumot shu mana men 4-5 oydan beri shu ma'lumot qani, qayerga sarflanyapti, qancha tushum, nima bo'lyapti desam, mana oxiri tashab berishdi. Sizlarga ham bu ma'lumot ulashishga keldi. Mana ulashyapman. O'zlaring baho berib, endi mahalla fuqarolar yig'iniga mana stend deyapti. 3.800.000 so'm 2024-yilda olgan ekan. Konditsioner olingan, kamera olingan 21 million so'm. Shularni mana o'zlaring endi nazorat qilib, hisob-kitob qilasizlar, xulosa chiqarasizlar. Haqiqatdan ham yaxshi bir samara berganmi shu sarflangan pullar? Bundan qanchalik foydalanilyapti? Keyin bu pullarni tasarruf qilish, nazorat qilish Bog'dod tumani hokimligi nimasida ekan. Hokimiyat bilan o'zaro maslahatlashib, menga berilgan ma'lumotlar bo'yicha hokimiyat tasdiqlasa, ruxsat bersa, keyin bu pullar sarflanar ekan. O'zida-o'zi mahalla fuqarolar yig'ini buni misol kengash qarorlari bilan to'g'ridan-to'g'ri sarflanmaydi ekan buni. Hokimiyat bilan, hokimiyatni ruxsati bilan sarflanar ekanda bu jamg'armani puli. Endi bu qanchalik to'g'ri bilmayman. Lekin shu ma'lumotni berishdi. Berganiga ham rahmat. Bu 5-6 oydan beri bergan yo'q edi. Menda shubha bo'ladi o'sha. Bu pullar qayerga sarflanyapti, nima qilyapti? Boshqa mahallalardan meni mahallamda 50 million, meni mahallamda 70 million pulim bor desa, bizni mahalla puli nima bo'lyapti ekan, qayerga sarflanyapti desa, har xil xayollar kelib turadi. Mahalla aholisining ichida ham har xil bir shubha gumon bo'lib turadi.
Endi mana bildik qayerga sarflanganligini, qancha tushum bo'lganligini. Ha, endi uni ko'rish kerak. Misol o'sha stend qayerda, konditsioner qayerda, planshet, kompyuter mana monoblok deyapti. 21 millionga yo'q, mahalladan shu nazorat nimasi 21 millionga kameralar olingan deyapti. Bulardan nazorat, jamoat nazorati bo'lmagan joyda shu talon-taroj bo'lishi mumkin, korrupsiya bo'lishi mumkin. Endi men prezidentimiz aytayapti, o'zlaring nazorat qilinglar, o'zlaringga mana shunchalik sharoit yaratib beryapti. Mana nima qilib sharoit yaratib beryapti. Shu pullarni o'zlaring tasarruf qilinglar, nazorat qilinglar deyapti. Endi shunchalik bo'ladi-da, misol prezidentimiz shunchalik imkoniyat olding, buni imkoniyatlar bo'lmagan. Mayli, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana shu muqim mahalla fuqaroligi bo'yicha bugungacha shu 2024-2025 bo'yicha sarf xarajatlar bo'yicha ma'lumot. Salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Yetib qo'yganingiz yaxshi bo'ladi. Endi jami shu mana hozir hisoblab chiqarib olishaveradi. Bag'da 38 million, bag'da 49 million,